Assalomu alaykum dehqon akalar. Bugun makka poyamizni ko'rgani keldik. Mana bir tekis standart chiqqan, qo'lda ekilgan, ikkita, uchtadan qilib tashlangan. Bir tekisda ungan. Mana ko'lab oldik hozir tomirini ko'rish uchun. Mana tomirlarini ko'rishimiz mumkin. Juda baquvvat. Ikkinchisi ham deyarli o'zi bilan teng. Tomirning uzunligi poyaning uzunligiga tenglashgan. Juda oziqani yaxshi iste'mol qilayotganini bildiradi. Makka ekkan bo'lsangiz, siz ham tomirini kovlab ko'ring, holatini bilishingiz mumkin. Qaysi holatda bo'ladi. Mana saralangan, nurlangan, dorilangan Makka o'sish davri. Bizni kuzatishda davom eting. Biz doim videolarni joylab boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.